Men tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya tibbiy texnik akademiyasining akademigi Nuraliyev Niqadam Abdullayevich bo'laman. Urganch Ranch Texnologiya universitetiga tibbiyot fakulteti talabalariga saboq berish uchun taklif qilinganman. Ushbu universitetga kirishni xohlagan talabalarni hammasiga shunday maslahatlar bermoqchi edimki, bemalol bizning universitetimizga kelaverishlaringiz mumkin. Sababi bizda yetuk mutaxassislar, yetuk pedagoglar dars berish xususiyatiga ega. Undan tashqari universitetning o'zining klinikasi mavjud bo'lib, talabalar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ikkinchi kursdan boshlab biz talabalarning hammasini mutaxassisliklar bo'yicha kasbga yo'naltirishni boshlaymiz. Bugungi kunda Urganch Ranch Texnologiya universiteti tibbiyot fakulteti talabalariga saboq beradigan o'qituvchilarga asosan 5 ta talabni qo'yamiz. Birinchi talabimiz bu o'z mutaxassisligi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishi kerak, kuchli pedagog bo'lishi kerak, korrupsiyaga moyil bo'lmasligi kerak, talabalarga saboq berishda loqayd bo'lmasligi kerak, o'zi sog'lom bo'lishi kerak. 5-dan o'zining ish joyini, ya'ni universitetni qadrlay olishi kerak. Bugungi kunda biz juda ham ko'plab yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llaymiz. Xuddi shuningdek, klinik laborator holatlar bo'yicha tayyorlab qo'ygan vaziyatlar bo'yicha ham talabalarni simulyasion markazimizda tayyorlab borishga harakat qilyapmiz.